Hammaga salom. Demak, siz qo'rquv olamidasiz. Biz boshladik. Bugungi videomiz ko'p kishilarni qiziqtirgan, hamma bilishni xohlagan va hamma buni kutayotgan voqea haqida. Ya'ni SCP-096 uyatchan yigit haqida. Ushbu anomaliya SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng noodatiy, g'ayritabiiy va hatto xavfli anomaliyalardan biri bo'lib qolmoqda. SCP-096 Euklid toifasiga kiritilgan, ya'ni uning xarakterini oldindan bilish imkonsiz. Bu odatiy holatda tinch, lekin jahli chiqqanda uni hech narsa bilan to'xtatib qolib bo'lmaydi. U jahli chiqqanda juda asabiy. Agar jahli chiqqanda faqat bir narsa bo'lishi mumkin. Qaysidir inson unga qaradi. Bu holat u faqat bir narsani xohlaydi. O'sha insonni topish va yo'q qilish. SCP-096 ilk bor tog'larda ko'rinish bergan. SCP-096 Muzdek tog'lar yoki Everest tog'larida ko'rinish bergani aytiladi. Aniq ma'lumotlar SCP arxividan o'chib ketgan yoki butkul mavjud emas. Ayrimlarning fikrlashi bo'yicha SCP-096 paydo bo'lishiga SCP-1529 yoki boshqacha qilib aytganda tog' qiroli sabab bo'lgan. Lekin bu haqda aniq ma'lumotlar yo'q. Chunki SCP-1529 tog' qiroli juda kuchli anomaliyaligi aniq. Lekin bu darajadagi qudratli maxluq va boshqa anomaliyani paydo qilish uning qo'lidan kelmaydi. Keling, shuning uchun bu taxminiy nazariyani boshqa paytga olib qo'yamiz. Hozirda SCP-096 haqida aniqroq suhbatlashamiz. SCP-096 ilk bor Everest tog'lari yonbag'rilarida ko'rilgani aytilgan. U yerdagi cho'qqi zabt etuvchilari u yerga chiqayotganda SCP-096 yig'lab o'tirgan maxluq ko'rganliklari haqida dalillar bor. SCP-096 eng dahshatli joy o'lim zonasida turgan. Agar bu yerning o'zida bir necha soat ichida o'lmagan bo'lsa, u o'lmas anomaliya. Chunki taxminlarga ko'ra insonning o'zi u yerda libossiz 10 daqiqaning ichida o'lishi mumkin. SCP-096 esa o'lmagan. Bu juda qiziq. Bundan tashqari SCP-096 tinmay yig'laydi, lekin na ko'z yosh bor va na boshqa narsa. Juda g'alati, shunday emasmi? Uning bu ko'z yoshlariga nima sabab bo'layapti? U nima uchun yig'laydi? Ko'pchiligingiz bilasiz, SCP-096 cheksiz va shafqatsiz zo'ravonliklar qilishga qodir. Lekin SCP-096 bundan zavq olmasligini ham bilasiz. Nega? Chunki agar u bundan zavq olganda kular edi, lekin u qurbonlarni o'ldirayotganda yoki boshqa paytlarda doim yig'laydi. Uning bu yig'ilariga sabab faqat bir narsa. O'sha tog' cho'qqisi, o'sha tog' qiroli. Bu shunchaki quyi nazariya. Aniq ma'lumotlar esa yo'q. Chunki SCP-096 ancha oldingi mavjudot. Taxminlarga ko'ra SCP-096 paydo bo'lganda SCP jamg'armasi ham mavjud emas edi. Shuning uchun SCP-096 ni to'g'ri o'rganib chiqish imkonsiz. Guvohlar ham yo'q, chunki SCP-096 uni ko'rgan har qanday kishini o'ldiradi. Demak, faqat birgina javob qolyapti. Faqat birgina guvoh. Tog' qiroli. Lekin afsuski tog' qirolini na nazorat qilishning iloji bor, na ushlab turishning. U doimiy harakatdagi anomaliya va o'ta xavfli anomaliya. U bilan gaplashgan insonlar uzoq vaqt o'tmay o'lishadi. Hammalar. Shuning uchun menimcha bu imkonsiz. SCP-096 ni albatta keyingi videolarimizda gaplashib o'tamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, unga like bosing, kanalimizga ham obuna bo'lib qoling. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini iltimos kommentariyalarga yozib qoldiring. Chunki biz va jamoamiz uchun sizning kommentariyalaringiz o'ta muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Va iltimos qilib qolardimki, havoga yoki tog' bang'irlarga ketayotganda ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-096 qayerda topilganligi aniq emas.